Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana kanalimiz yaxshi rivojlanyapti. Bundan oldingi videolarimda aytganimdek, yaxshi ko'z tegmasin, shu blokka tushib qolmaslik uchun aytganimdek, yangi uydan qisqa videolar qilib turibmiz. Hali joylarga, bir obyektlarga, kommunal soha ham juda ko'p narsani o'z ichiga qamrab oladi. Endi hozircha o'zimizni shaxsiy kommunal sohadagi ma'lumotlarni o'rganib, qisqa videolar qilib turibman. Mana bundan oldingi videolarimni ham agar ko'rgan bo'lsanglar. Endi shulardan biri hozir mana elektr energiyani ham bir o'zimgina shaxsiy, masalan, xonadonimnikini bir o'rganib, shunaqa imtiyozlar bor. Mana hozir ko'p imtiyozlar, limitlar bor. Aslarni o'rganib, qanchadan keyin qayerga, qancha limit, qayerda to'xtaydi, qayerda ko'payadi. Shularni ham ijtimoiy tarmoqlardan o'rganib, o'zim uchun ma'lumot olib, shu fayl papkamga tushirib qo'ysam, menga foydasi bo'lsa borki, ziyoni tegmaydi. Mana shu ijtimoiy tarmoq orqali berilgan, to'g'ri berilgan ma'lumotlar, ya'niki aniq saytlari, rasmiy masalan ma'lumot bergan elektr energiyasi tomonidan ma'lumotlari aniq to'g'ri berilganlarini o'qib o'rganib, shundan o'zimga kerakli shaxsiy o'zimni xonadonimga ham kerakli bir ma'lumotlarni olyapman. Chunki bu foyda bo'lsa bo'ladi, ziyon bo'lmaydi. Chunki bilib qo'ysangiz, hech qachon ziyon qilmaydi ekan. Mana qolgan sohalarni ham bilib o'rganib qo'yganimdek, shuni ham o'rganib qo'yib, aytganimdek qancha limitlar bor. Masalan, yangi obyektga qanday ulanish, qanday hujjatlarni topshirish shartlari, qabul qilish shartlari, ikki tomonlama majburiyatlari, shularni ham bir o'rganib, o'zim uchun shaxsiy ma'lumot qilib, yig'ib fayl papka qilib qo'yyapman. Vaqti kelganda masalan kerak bo'lib qolsa, uni ham bir ishlatadigan paytda olib ishlatib, yana joyiga qo'yib, o'zimni shaxsiy kommunallarimni bilib tursam, bu ziyon qilmaydi. Chunki foyda bo'lsa bo'ladiki, ziyon bo'lmaydi. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoq kanal ochdim. Shundan foydalanyapman. Masalan, ma'lumotlar olib, o'qib o'rganyapman. To'g'ri ma'lumotlar va to'g'ri o'rganishlar olib, qisqa videolar qilib, o'zim qilaman deb aytgandim, mana qilyapman. Faqat to'g'ri, o'zimniki shaxsiy hammasi, masalan, kommunal sohasida ham ma'lumotlarim. Har bir odam o'zi uchun o'zini shaxsiy nimalarini bilib qo'ysa, kommunal sohasidagi ziyon qilmaydi ekan, foydasi bo'lsa bor ekanki. Hammaga rahmat, kuzatuvchilarga sog' bo'linglar.